Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 1.8 sotix yer maydoniga mo'ljallab chizilgan 2 qavatlik korobka holatidagi uyning qisqacha obzori bilan tanishtirib o'taman. Avvalo videolarimiz kimgadir ma'qul bo'layotgan bo'lsa, o'zlaringizni bittadan like va podpiska tugmalarini bosishlaringizni ayamasangiz, bizning ham keyingi videolarda sizlarning xohishlaringizga qarab har xil videolarni chiqarishga motivatsiya bo'ladigan umiddaman va uyimizning umumiy tushuntiradigan bo'lsak, eniga mana 9 metr va uzunasiga 20 metr bo'lyapti. Shu holatida 1.8 sotix va mana shuncha kichkina bo'lishiga qaramasdan uyimizda 9 ta xonasi bor, ya'ni bu 2 ta oilaga mo'ljallangan uy proyekti bo'ladi. Endi uyimizni bir boshdan ko'cha tomondan obzor qilamiz va birato'la video davomida uyimizga ketadigan material xarajatlarini ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda ham material xarajatlari hammasi keltirilgan, o'shalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Umumiy ko'cha tomondan qaraydigan bo'lsak, eniga 9 metr, mana bu darvozaxonamiz, mashinamiz bemalol sig'adi. Yonida bitta hojatxona ham joylashtirilgan. Hozir buni hovli tomondan qaraganda ko'rib o'tamiz. Va mana bu yerda ko'chadan qaraganimizda bitta mehmonxona tushadi, uzunasiga ko'cha tomonga qaragan. Va buning ustida balkoni ham bor va spalni xonamiz, ota-onalar uchun yotoqxonasi o'zining mana bunday chiqadigan balkoni bilan birga bo'ladi. Va ikki tomonda, bu tomonda qo'shni bo'lganligi uchun devorlarimiz gluxoy qilingan, bu tomonimiz ham xuddi shunday qo'shni bo'lganligi uchun gluxoy qilingan bo'ladi. Va bu tomondan tushuntiradigan bo'lsak, hovli tomondan mana darvozaxonadan to'g'ri o'tib kelamiz. Mana bu yerda zinadan asosiy uyimizga kiramiz. Kirganimizda bu yerda hol bo'ladi va shu holimizdagi mana podval bo'ladi. Mana bu yerdan hozir ko'rsatib o'taman. Va bu tomonimizda mana bu oshxonamiz bo'lyapti. Mana derazamiz va buning ustida mana bu yotoqxonamiz, ota-onalar, bu yerda koridorimiz bo'ladi. Sanuzillarimiz hammasi joylashgan. Va ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunday birinchi qavatdagi bo'lgandek katta hol bor va shu holda hamma xonalarga o'tiladi. Va orqa tomondan qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, uyimizning orqasida ozgina joy qoldirilgan. Yorug'lik tushishligi va havo almashishligi uchun mana shunday mana 4 ta derazamiz uchun xizmat qiladigan joy qoldirilgan. Uyimiz kichkina bo'lishiga qaramasdan birinchi qavatimizda ikkita yotoqxona bor. Mana bu bitta yotoqxona yoki bolalar xonasi sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Bunisi ham bitta yotoqxona va shu yotoqxona o'zidan to'g'ri orqaga chiqsa ham bo'ladi. Tepada ham xuddi shunday ikkita bolalar xonasi joylashtirilgan. Umumiy ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Endi bir boshdan hammasini ko'rib, material xarajatlarini qisqacha ko'rsatib tushuntirib o'taman. Avvalo uyimizning betonidan boshlaydigan bo'lsak, mana shunday holatdagi mana betonimiz bo'lyapti. Mana shu holatda mana podvallari bilan hammasi bilan qo'shib hisoblaganda buni tagida bizning podushkasi ham bor, hozir ko'rsataman. Mana bunday podushkalari ham bor. Mana shu holatdagi betonimizga umumiy hisobda 61 kub atrofida 60 kubdan ziyodroq beton sarflanadi. Va betonimizni mana qo'yganimizdan keyin mana bu qismi mana podval bo'lyapti, ikki qismga bo'lingan podval va buning ustidan mana bunday shaklda plitalarimiz tushadi, har xil razmerdagi plitalarimiz. Mana bu yerlarga 3 tadan plita ketadigan bo'lsa, plitalarning hammasini sonini mana bu yerda yozganman. Va buning ustidan bo'lgandan keyin mana bu yerlari obvyaska qilib, qolgan joylari zinaga monolitga qo'shilib hammasi yopilib ketadi va birinchi etajni podval qismimiz, beton qismimiz shu bilan tugaydi va endi birinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Endi birinchi qavatini ko'ramiz. Birato'la ketadigan g'ishtlar sonini ham aytib o'taman. Birdan boshidan aytib qo'ya qolay. Mana birinchi qavat va ikkinchi qavatimizga umumiy hisobda mana shu paltarashga pishgan g'ishtimizdan 38 ming 40 ming atrofida mana shunday sarflanadi. Bunda pishgan g'isht ishlatsa ham bo'ladi, xom g'ishtdan foydalansa ham bo'ladi. Uyimizning tan narxi ancha arzonroqqa tushadi. Xo'sh, planga keladigan bo'lsak, o'sha mana tepadan ko'rinishi, mana bu darvozaxonamiz bo'lsa, to'g'ri mashinamiz bilan kiramiz. Mana bu yerda mashina sig'adi, mashina kiradigan joy bo'lsa, mana bu yerda mashinamiz turadi va to'g'ri o'tganimizda mana bu yerdan mehmonxonamizga hovlidan kiradigan eshigimiz 3 ta zina bilan alohida kiramiz va bu mehmonxonamizga alohida mana oshxonamizdan ham to'g'ri kirsa bo'ladi. Va bitta hovlimiz uchun mana bu yerda ixchamgina hojatxona qoldirib ketilgan. Va bu yerdan asosiy uyimizga mana zinadan kiramiz va tagiga mana podvalga mana bu yerdan to'g'ri zinaning tagidan kirib ketiladi. Va mana bu yerda kirganimizda mana bu yerda o'rtada hol bo'ladi. Asosiy holimiz shu yerdan hamma xonalarga o'tiladi. Masalan, mana bu yerda oilaviy o'tirib, televizor ko'rib dam oladigan xona sifatida ishlatsa ham bo'ladi. Mana bu yerga uglovoy divan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda masalan choy ichadigan joyi va mana bu yerga televizor qo'yib, kattagina televizor qo'yib bemalol oilaviy o'tirsa bo'ladigan joy bo'lyapti. Va shu holda o'zidan to'g'ri mana bu koridorcha orqali oshxonamizga o'tamiz. Bu yerda
mana bu yerda ovqat pishiradigan oshxona mebellari joylashsa, qolgan narsalar mana bu yerda ham ozgina ixchamgina stol qo'yib o'tirsa ham bo'ladigan joy bo'ladi. Va shu oshxonani o'zidan to'g'ri mana bu yerdan mana mehmonxonamizga ham ovqat mehmonlar kelganda tashishlik uchun zapasni eshik qoldirib ketganmiz. Va asosiy sanuzillarimiz birinchi qavatimiz uchun mana bu yerdan kelganda bu yerda nimalarni hojatxona hammomlardan hidi chiqmasligi uchun, ovozi chiqmasligi uchun sanuzilimizni uchga bo'lganmiz. Mana bu yerda ozgina bufer zonachasi bor, razdevalka, yuvinadigan xonasi va eshikdan mana bu ochganda ham birdaniga hojatxona ko'rinmaydi-yu. Mana bu to'siq vazifasini o'taydi. Bu yerdan kirganimizda mana bu yerda rakmina, shunga o'xshagan razdevalka bo'ladi va shu yerning o'zidan alohida ikkita eshigimizdan bittasi hojatxona, bittasi hammomga kiriladi. Mana bu yerda qaraganda ham birdan eshigi ko'rinmaydi. Mana bunday holatda bemalol oilaviy televizor ko'rib o'tirsa bo'ladigan joy bo'ladi. Xo'sh, keyingi xonalarimiz mana bitta detskiy xonamiz. Bu yerdan to'g'ri o'tadigan bo'lsak, mana bu zinamiz. Zinadan to'g'ri mana podvalga tushib ketamiz. Bu yerdan va bunisidan to'g'ri ikkinchi qavatimizga chiqadigan joyimiz bo'ladi. Va bu yerda mana ikkita yotoqxonamiz. Bu yerda mana bittasi detskiy xona bo'lsa, bittasi ota-onalar uchun yotoqxona vazifasida xizmat qiladi. Umumiy ko'rinishi birinchi etajimiz mana shunday holatda bo'lyapti. Regil kolonnalarni ham material rasxodlarini aytganman. Armaturalar mana bu yerda yozilgan. Menimcha aytib o'tirishim shart emas. Hammasi umumiy o'rtacha hisobda hisoblangan. Va birinchi qavatimiz bo'ldi. Endi ikkinchi qavatini ko'rib chiqamiz. Birinchi qavat regil kolonnalari hammasi qo'yib bo'lganimizdan keyin mana bunday holatda plitalarni joylashtiramiz. Har xil razmerdagi, 1ligi ham bor, 1.20ligi ham bor. Enini aytyapman. Va uzunasi ham har xil bo'lgan. Umumiy hisobda plitalarimiz mana bu yerda keltirilgan. Mana 105 metr atrofida mana shunday plita sarflanadi. Mana shunday holatda bo'ladi. Va qolgan joylari mana bu darvozaxonamiz ustiga bollar qo'yib, yog'och yevassa qilinadi. Bu yog'ini lumboz qilib yopiladi. Darvozaxonaning ustiga menimcha plita shart emas. Buni ham nimalarni keltirganman, hammasi mana bu yerda yozilgan bo'ladi. Va plitamizning girdilari, atroflari mana bunaqa plita qo'yib bo'lmaydigan joylari hammasi monolitdan mana bunday qilib yopilib ketadi. Mana zinaning joylari mana bu yerlar. Bu yerga chunki 3 ta qo'yib bo'lmaydi, shuning uchun 2 ta qo'yib orasi ochib qolingan. Va undan ham qiziqroq joyi mana bu yerda ikkinchi qavatimizda sanuzil bor. Kakras sanuzilning turbalari o'tishligi uchun mana monolitni teshsa bo'ladi. Plitani teshib bo'lmaydi, shuning uchun monolitda kakras joy qolyapti. Shu yerdan to'g'ri turbalar o'tib ketadi. Mana shunday holatda birinchi qavatimiz bitadi. Keyin ikkinchi qavatni boshlayotsak bo'ladi. Va buni ustidan mana bunday qilib ikkinchi qavatimizni teramiz. Buni ham g'ishtdan. Eslatib o'taman, bularni g'ishtdan ham, pishiq g'ishtdan ham, xom g'ishtdan ham, hatto gazoblokdan ham ishlatib tersak bo'ladi. Mana shunday holatda. Endi ikkinchi qavatimizni planini tushuntirib o'taman. Mana zinadan to'g'ri chiqib keldik. Chiqqanimizda bu yerda ham mana birinchi qavatda bo'lgandek kattagina hol. Bu yerda ham bemalol divan kreslo qo'yib, oilaviy yoki dam oladigan xona sifatida ishlatsa bo'ladi. Va chiqdik, mana zinadan to'g'ri chiqdik. Mana bu yerda sanuzillarimiz birinchi qavatda qanday bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunday, faqat eshigini joyi o'zgargan. Bu yerda mana ozgina bufer zonachasi bor, yuvinish xonasi va shuni o'zidan to'g'ri alohida hojatxona va alohida hammomga kiriladi. Bu ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzillarimiz bo'lyapti. Va buni ham zinadan chiqqanimiz chap tomonda ikkita xonamiz bor. Birinchi qavatda qanday bo'lsa shunday. Bu yerda ham bitta xona, bu yerda ham bitta xona bo'lyapti. Shu hisobda birinchi qavatimizda ham 4 ta xona, aniqroq 5 ta xona, ikkinchi qavatimizda 4 ta xona bo'lyapti. Umumiy hisobda 9 ta xona bo'lyapti. Bu yerda mana bularning ham fortishkalari orqa tomonga qaragan bo'ladi. Mana shunday holatda. Va keyingi asosiy yotoqxonamizga, ota-onalar uchun yotoqxonamiz, master spaniga o'tadigan bo'lsak, mana holdan to'g'ri koridorcha orqali o'tamiz. Mana bu yerdan to'g'ri eshigimiz va mana bu derazamiz koridorda yorib turadigan oyna bo'ladi. Bu yerdan to'g'ri o'tamiz, mana eshigidan to'g'ri yotoqxonamizga kiramiz. Kirganimizda mana bu yerda mana balkonga to'g'ri chiqadigan mana eshigimiz bor. Chiqib yoz kunlari, qish kunlari ham aslo chiqib o'tirsak, ko'cha tomon chiroyli ko'rinib turadi. Va buning o'zining ichida sanuzeli ham bor. To'g'ri mana bu yerdan kirganimizda umumiy ikkinchi qavatimiz yotoqxonasi uchun sanuzeli bo'lyapti. Общий ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti. Ikkinchi qavatimiz. Xo'sh, endi tom qismlarimizni ko'rib chiqamiz. Darvozaxonaning tomini yopib olamiz. Mana bunday holatda tomlarini. Nasib bo'lsa tomlarni ham
ketadigan materiallarni hisoblashga harakat qilamiz. Tomlarga juda sal murakkabroq bo'lganligi uchun unga biroz vaqt ketadi, kuch sarflash kerak. O'shaning uchun nasib bo'lsa ularni ham asosda yo'lga qo'yamiz. Xo'sh, bu darvozaxonamiz tomini yopib bo'lgandan keyin ikkinchi qavatimizni ustini plita qilmaymiz. Mana bolar sistemasida qilyapmiz. Sal ozroq arzon tushishligi uchun. Mana shunday bolarlar qo'yib chiqiladi. Ustidan massa uchun abreshotka, reshotkalar qo'yib chiqiladi va ustidan bemalol qamish to'shab lo'mboz qilinadi. Bularni ham mana nimalarni hammasini keltirganman. Qancha ketishliklar, rasxodlari keltirilgan. Va oxirida bunday qilib chiroyli qilib tomlari yopiladi. Yopish ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti. Ha, yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Umumiy ko'rinishda mana shunday. Kimga shunaqa uylar, proyektlar kerak bo'lsa, o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Qanaqa uylar sizlar uchun muhim? 1 etajlimi, 2 etajlimi? Qanaqa sotixga mo'ljallangan, nechta xonalar bo'lishi kerak? O'shalarni o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarda yozib ketsalaringiz, keyingi videolarda albatta shularni inobatga olib chiqarishga harakat qilaman. Mana tomlari tepadan ko'rinishi mana shunday holatda bo'lyapti.